xush kelibsiz. 4-qismga xush kelibsizlar. 3 deb qo'yman. Menga pechka kerak. Chunki pechkamni dabdalasini chiqargan edim. Temirni eritish kerak. Temir menga faqir yasash uchun kerak. Bungacha qarab turaychi. Faqir suv uchun kerak. Suvni mana arqamga qo'yish uchun kerak. Lavaga yo'lib ketdi. Lava yo'q. Turish kerak. Yo'q. Jimgina kutda qisib o'tirish kerak mana bu yoqqa endi. La'nati. Hayratga olmos aslahalarim bor. Olmos aslahalarim bo'lmaganda men uyilgan bo'lardim. 200% javob beraman. Mana bu yoqqa temir qolib ketibdi. Bir minutga kelaman. Qaytib keldim. Do'kon borib kelaman albatta. Kech qolmadim degan umiddaman. Pechkadagilar pishibdi. Ko'cha sovuq ekan. Picha sovuq. Paqir qani? Mana paqir. Suv qani? Suv stop. Mana bu yoqqa qo'yib, mana bu yoqqa qo'yib, yana temir kovlab, yana qo'yish kerak. Mana shuni ironni yo'qotay. Iron pickaxe. Birinchi Dilshod bilan Minecraft videosini chiqarganimda Bekka akam telefoning 4dan tort degan edilar. O'shanga 1% zarada qolgan edi. Kim ko'rgan bo'lsa agar biladi. O'sha video sizlarga yoqqan degan umiddaman. Ko'p kishiga yoqqan u video. Juda qiziq video bo'lib chiqqan. Fakel. Torch. Lavaga urilib ketmasam böyle. Urilganim yo'q-ku, nima uchun yurib ketaman? Qo'yvergandim-ku telefonni. La'nati, qayda suv bor. Ikkinchi marta tirik qolishim bu aslahalar bilan. Aslahalar yarmi sinaydi edi. Lekin men holion temir yasamaгаnim yo'q. Stop. Qaysi pishak miyavlar? Böyle mushugim bo'yiga kirgizdim. What the fuck? Buni omad desa bo'ladi. Faqat buni hammasi 455 seedga. Faktlar. Dunyosi 455 seedga. Nega daraja tushmayapti? Bittagina daraja. Tupurdimi? Stop. Xush. Suv qidirish kerak. Suvni qayerdan topay?
Bulovani ko'zdan yo'qotish kerak. Yo'qol. Nima xirilayapti desangiz, mushuk ham xirilayapti. Faqat fakir yo'qoladi. Bu yoqqa temir ko'p. Bitta joyga aylanib yuribman. 12 ta temir blok. Temirni o'zi. Bu mana bu yoqqa temir ko'rdim. Oltinni ham olaveraymi degan yoki yo'q. Olmayman. Mana bularni yo'qotish kerak. Oltin emas, lekin men temirni olaman. Mana bu joylarga kelmaganman deyman. Rosa qiziq joylar ekan. Mana bu joyni men ko'rmagan bo'lsam kerak. Oltita hamma joyga qo'yilaver ekanda bu. 6 daraja nimadir nomini o'zgartirish kerak. Yo'q, lavaga tushib ketishi mumkin. Olmos kirgan lavani ichida qolaman. Diamond kirga deb biladi. Olmos emas. Nimaga ijoza chiqmayapti? Nimaga klaviatura chiqmayapti? Ha, asab buzarlar. Kirka. Diamond kirka. Bitta daraja ketdi. Ataga bitta daraja oldi. What the fuck? Olmosni sezmay qolibman. Muhimi sezganim. Olmos turgan ekan bu yoqqa. Sezmabman. 16 ta olmos emas. Bu yerga olmoslar soni ko'paydi. Iloyim ko'p olmos bizim bu yoqqa ham. Kavlaymiz. 2 dona olmos, 8 ta olmos bor ekan. 12 ta, 3 ta olmos qo'shildi. O'zi 1 dona olmos qolgan ekan. Bir qanaqa joy? Bir ham qiziq. Albatta bu yoqqa ham qiziq. Mana shu taraflardan pastga kavlasa yana olmos bormi deyman a? Ashya qiziq joylarga keldim. O'zim bilmagan joylarga tushib qolaman. Sizlarga ko'z tushish uchun. Shunday kompyuter uchun kanalga obuna bo'ling. 4-qisam ham hademay tugaydi. O'zi vaqt kam ekan.
Mana shu taklani kavlash kerak. Olmos chiqishi kerak. Bir marta bitta olmadim kelib takni kavlaganim olmos chiqqan edi-da. O'sha payt yomon quvonchda edim. Yoshligimga edi. Yosh edim. Вообще yosh edim. 5 yoshimga edimi. Men o'zim Minecraftni 4 yoshimdan Minecraft o'ynash boshlaganman. Yo'q, 4 emas. 3 yoshimdan. Ha. Mayda-chi edim. Amirxonday ukamday bo'lgan edim o'sha payt. Minecraft o'ynasdim. Dadam telefonlarini olib apamni taxlab bergan edilarmi? Yo'q, apam emas. O'zim topib o'ynadim Play Marketdan. Hamma narsani o'sha payt mana do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Yana olmos 20 ta. What the fuck? Nima? Yana kanalga obuna bo'ling. Do'stlar, shuncha omadim kelyapti. Kanalga obuna bo'lmasangiz qandoq? Shu merni sizlarga tavsiya qilaman. Kanalga obuna bo'linglar. Bu merni o'ynaganim uchun. Agar siz ham bu merga o'ynagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Omadingiz albatta keladi. Qo'rqmang. Shunchaki harakat qilish kerak. Harakatda barakat. Barakat. Kanalga obuna bo'ling do'stlar. Men omadim ko'p kelyapti. Shuning uchun bu kondan chiqishni maslahat berib, 4-qism tugatib 5-qismga o'tishni maslahat beraman o'zimga. Xullas 9 ta olmos. 20 ta olmos kavlagan ekanman men bu konga. 20 ta olmos bor. Dahshat, ko'p olmos. Yo'q. 20 ta emas. O'z menga 3 ta olmos chiqdi. To'g'rimi? 6 ta olmos bor ekan yana o'sha yoqqa. Menga bo'ladi olmoslar, bu konning ichiga jami olmos 24 ta olmos bor ekan. Hisoblaydigan bo'lsak, shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'ling. Men keyingi 5-qismni albatta bu kondan chiqib qilaman. Kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Abjon. Kanalga obuna bo'ling. Iltimos, shu biz 100 ta obunachi qilaylik. Iltimos, shu omadim kelyapti. Dilshoddan salom. Yozib esingizdan chiqmasin.